savol beriladi. Nima sotgansiz? Ostovarlar sotgansiz. Yana nima sotgansiz? Nima tajribangiz bo'lgan hayotingizda? Oziq-ovqat, tuxum, produktlar sotgansiz, yana nima sotgan ekansiz? Boshqa ish bilan shug'ullanmagansiz, uyda o'tirmagansiz. Mana bu bo'yi hobbiylar olib chiqasizlar, instruksiya, pashagir instruksiya. 10 bilan shug'ullanganman mana. 16 yoshingizdan yoki 14 yoshingizdan buyog'iga nimadir bilan shug'ullangansiz-ku har kuni. To'g'rimi? Ertalab uyg'onib turgansiz, nima o'qigansiz? Yer qazgansiz. Yozgansiz, o'qigansiz, ovqat pishirgansiz, bilmayman, mashina yuvgansiz, har kuni mashina yuvsangiz ham siz mashina yuvish ekspertidirsiz balki. Yoki har kuni ertalab kashi pishirgandirsiz. Bilmayman, nimada tajribangiz bor, yozib chiqasiz hammasini. 1000 soat nima bilan shug'ullangansiz? Shaharda dasturchi bo'lib ishlagansiz.